Bunisi uyalmasdan video chiqaryapti. Bunisi uyalmasdan kommentda kulib o'tiribdi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Jang haqida ko'pchilik fikrimni so'ragandi, gapirmagandim. Bu ishlardan keyin gapirmasam bo'lmaydi. Kamil Karate bilan jang boshlandi. Birinchi raund o'zida mana bu Jaydar O'darovni his qilgan biladi o'zi. Meni ko'pchilik yaqindan bilganlar mana shu o'ng qo'lim zarbasini biladi. Tegdirib miyasini qopqog'ini ochirib qo'ydim. Talvasiga tushib qoldi Kamil Karate. Nima qilishini bilmasdan sekundanlariga qaraydi, hakamlarga qaraydi, referiga qaraydi. Boshqa hech kim yordam bera olmaydi-da, referi yordam bera olmasa boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Hammaydi. Bir qo'yapman tizza bilan chesta jigarga o'tyapti, pasini ishlab yiqilib olyapti. Ham ko'rib turibdi qayerga tekkan. Hayronman, asabiylashayapman o'sha. O'sha asabiylashgandan keyin taktikalar yo'qolib boshlaydi. O'sha mayli. Keyin knockdown bo'ldi. Ikkinchi knockdown. Birinchisi hisobga olinmadi. Ikkinchi knockdownda hisobga olinmabdi do'stlar. Emeliankan zarbasiga tenglagan zarbalaringiz. O'sha men urgan, yiqitgan narsalar hech qanday hisobga olinmagan. Polni idiga glasniymi nimadir deb Polni g'alaba unga beryapti. 3 raund urgan ekan. To'xtamasdan urgan ekan. Bizni basharani qaranglar, uni basharasini qaranglar boyda.